Motor mashinasini olib qoldik. Bu mashina elektr oborotini qilib beramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Ketgan simlarni alishtirib, polni full variantda ishlatib beramiz. Videoni kuzatib boringlar. Bitgan holatlarni ham Telegram kanalimizga qo'yib boramiz. Birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Hamma yoq sim bo'lib yotibdi. Kimga nima sim kerak bo'lsa bor mana. Tag'in ham yurgan ekanda mashinalar qarang. Shuncha zamiganliklarni ko'tarib boru. Mana. Bu yoqdagi simlarni mana. Hammasini yangi tortamiz mana. Kesib olib tashaladi. Yangi sim tortiladi. Bu yoqda kimga nima sim kerak bo'lsa, hamma narsa bor mashinada bor mana. Kirib aksiyani berib ketgan simlar. Mashina tozalab oldik, xudo xolasa mana. Ketgan ortsa simlarni olib tashyapmiz. O'sha ishlar boshlangan. Mana chiqib qolgan simlar hamma sizlarning mashinalardan chiqdi mana. Nima bo'lsa bor mana mashinaning ichida. O'sha mana bu apshkalarni ham yechib ortsa simlarni oldik. Hali endi boshlanyapti elektr montajlari. Orqa faralarni o'sha o'rnatib bo'ldik. Bu yoq taraflarni ko'rsatamiz yana. Mana bu yoq simlarni ham. Yana eshularni ham ortchasini olib tashladik simlarni. Mana pollarnikini o'zinikini to'g'rilaymiz. Yana simlarni o'zini montaj qilamiz. Ketganni. O'sha ishlar boshlangan. Holat ko'rsatamiz. Mana shu holatda turibdi mana simlari. Hammasini yig'amiz xudo xolasa. Mana shu boshlanyapti. Ketgan simni alishtirib, o'zini zavod holatida olib qolyapti. Simlarni hammasini olib tashlab, mana bilan tozalab, mana original holatiga olib keldik. Endi xudo xolasa bir texnikni blokga yig'amiz endi mana. Dona bo'ldi. Mana shular chiqqanlar hammasi sizlarning mashinalardan mana shu chiqqan narsalar. Hali bunaqa narsalardan tablon orqasidan ham juda ko'p chiqadi. Tepaga olib ulog'imizni akkuratni qilib, mana talp etgan orqasida, mana shu kolonkaning orqasida turadi. Chunki oldin bu yoqda turgan hamma simlar ko'payib ketgan. Talp etganchilik mana akkuratni qilib, harakatga qilib, simlarni to'g'rilab, mana dona qilib, hammasi mana shu xudo xolasa pultizam ustunovga qilinyapti. Eshuni simlari o'tgan mana hammasi o'tkazildi. Boshqa mana bilan endi jekopda teshib yuborilgan, chunki bu yerdan gideta 15 ta sim o'tganda, o'shancha katta bo'lib ketgan. Bu yerda bizga ko'p sim kerak emas. Bitta senter zamga o'tkazamiz, bitta oyna ko'taradigan o'tkazamiz. O'shanda simlar ancha shu mana olib tashalyapti mashina. Simlar ko'p mana ketganni alishtiramiz mana. Ortiqcha simlar ko'p mana. Bloklarni olib tashlaymiz, bular kerak emas. Bir paytda ishlagan. Hatto hozirgi paytda kerak emas, bloklar hech olib tashaladi. Mana shularni hammasini paratga qilib to'g'rilaymiz. Kelishdi xudo xolasa mana stikli podyomni qo'yib beramiz. Apshipkalar mana ruchkalari qo'yiladi. Buning ichida juda zapchastlar ko'p. Bu yerda suv bacho, rashnitinli bacholar bor. Pechka motorchilar bor, orqa plafon, pirdaxnitinli bloklar bor, mana bitta klipsilar bor. Juda ko'p narsalar olib kelingan. Xudo xolasa hammasini qo'yamiz. Videolarni kuzatib boring. Simlar kollektorlar orasiga tushib mana yonib erib ketgan. Yaxshi tikilib ko'rsangiz mana bir-biriga ishqalanib ketgan. Mana yonib ketgan bu kollektor orasiga tushib qoldi bu simlar. Mana holat. Mana shu hammasini o'zini zavod holatida qilib cho'tki qilib ishlab beramiz. Mana yechib oldik, hammasi bir-biriga yopishib ketgan mana. Erib zamikanlik bo'lgan. Mana qarang, uqalanib ketishini. Mana maydalanib ketyapti simlar, uqalanib mana. Mana shu holatda yurganda mashinamiz bor mana. Mana hammasi erib ketgan. Bularni hammasini ochib, zavod holatida qilamiz. To'g'rilab zavod qilib qo'ydik mana. Ketganni alishtirib, o'zini zavod holatida olib qoldik mana. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya ustunovga qilib berdik. Oldini ledlar qo'yib berdik faralariga. Elektr oborotlarni yig'dik. Ketgan simlarni alishtirib, suv bacho, rashnitinli bacholarni qilib berdik. O'zini simini qilib berdik. O'zini zavod holatida olib qoldik. Bu mashinamizga 4 ta eshikka 4 ta senter zamon qo'ydik, stikli podyomni qo'yib berdik, 4 ta eshikka apshipkalarni qo'ydik, ruchkalarni alishtirib berdik. Mana tablolarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi ishlayapti tablolari. Avariykalargacha yonadigan qilib qo'ydik tabloni. Magnitofonlarni ustunovga qilib berdik. Hamma 4 ta kulchator qo'yib berdik oynanikiga, ikkita o'ng, ikkita chap tarafiga. Barlarni qotirib berdik. Salon ashinalar ishlayapti. Orqa faralar yonyapti, zatnilar yonyapti, tormozlar yonyapti, nomer ashinalargacha yonadigan qilib qo'ydik. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Eshikni ochganda mana hamma eshikni ochsanglar svetlar ishlayapti. Apshkalarni taqib qo'ydik mana. Ketgan simlarni alishtirib o'zini zavod holatida to'g'rilab qo'ydik. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Matoniyatsaklarni mana. Bu mashinamizdan oldigi led fanalargacha qo'yib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa yetasizlar, akkuratni sifatli qilib elektr montajini ham full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni retro orqali jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.